Assalomu alaykum, hurmatli Bilis Nemis markazi YouTube sahifasini kuzatuvchilar. Hozirgi kunda Telk imtihoni boshqa imtihon turlaridan farqli bo'lgan strukturasi bilan o'quvchilarni qiziqtirmoqda. Va bugun siz bilan birgalikda barcha darajalarning baholanishini ko'rib chiqamiz. Va sizlar bilan bugun Shahriyor Qosimov. Videoni ko'rishdan oldin esa sizlar uchun kichik bir eslatmamiz bor. 2026-yil Germaniyaga ish yoki o'qish maqsadida ketishni rejalashtiryapsizmi? Unda aynan siz uchun Bilis Nemis markazining Toshkent, Samarqand va Farg'ona shahridagi barcha filiallarda qabul ochiq. Hoziroq joyingizni band qilish uchun ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling yoki video ostida qoldirilgan havola orqali kurslarimizga ro'yxatdan o'ting. Hozir esa biz sizlar bilan birinchi navbatda A2 va B1 imtihonini baholanishini ko'rib chiqamiz. Va o'quvchilar orasida bu savol juda ko'p aylanmoqda. Qanday holatda men A2, qanday holatda B1 darajani ola olaman? Umumiy A2 va B1 daraja uchun beriladigan maksimum ballimiz bizda 240 ball. Agar siz qonun va qoidalarga amal qilgan holda, ya'ni ketma-ketlik amal qilgan holda 168 ball oladigan bo'lsangiz, minimum B1 darajani va agar o'sha ketma-ketlikka amal qiladigan holatda ball olsangiz, ya'ni 96 ballni olsangiz, A2 darajani olishingiz mumkin. Lekin bunda bir qancha o'zining darajalarida farqlari bor va siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz hozir. Lezin qismi uchun sizga beriladigan maksimum ball 60, Horen uchun 60, Schreiben va Sprechen uchun ham 60 ballni tashkil etadi. B1 daraja olish uchun har bitta punktdan qanday va nechta punktni yig'ishingiz kerak bo'ladi? B1 daraja uchun kamida 3 ta tayindan farqi yo'q. Lezin, Horen, Schreiben 70% dan kam bo'lmagan ballni, bu esa bizga 42 punktni beradi. Agar siz 3 ta tayindan kamida 70% dan kam bo'lmagan ball, ya'ni 42 dan baland oladigan bo'lsangiz, B1 olish ehtimolingiz yuqori. Va kamida bitta tayindan esa 40% dan kam bo'lmagan, ya'ni 24 balldan past bo'lmagan ballni olsangiz, o'sha holatda B1 darajani olishingiz mumkin. Qachon A2 daraja olasiz? Agar siz A2 darajada 3 ta tayindan kamida 40% dan kam bo'lmagan ball, ya'ni 24 punktni qo'lga kiritsangiz va kamida bitta punktdan, ya'ni bitta tayindan 10% dan kam bo'lmagan, ya'ni 6 punktni qo'lga kiritsangiz, o'sha holatda siz A2 darajani olishingiz mumkin. Va siz bilan hozirda biz bularga misollar ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hop, sizga 3 ta dona misol. Lezin, Horen, Schreiben va Sprechen qismlari. Agar siz Lezindan o'sha 70% dan kam bo'lmagan ball, 42 ballni oldingiz, Horen ham 42 va Schreiben ham 42. Va Sprechen qismingiz ham 24 punktdan yuqori. Lekin bu holatda ham siz B1 darajani qo'lga kirita olmaysiz. Sababi bu 168 balldan past. Keyin holatini ko'ramiz. Hop, Lezindan siz 60 punkt oldingiz. Horeningiz ham 60, Schreibeningiz 30 va Sprecheningiz ham 30. Bu holatda ham siz B1 darajani ola olmaysiz, chunki bizda ikkita holatda 70% dan past bo'lgan ballni oldingiz. Ya'ni 42 ballga yetmaydi. Bu holatda sizda jami 180 ball, siz 168 olishingiz kerak edi. Lekin bu o'sha o'zining talabiga javob bermaganligi uchun bu holatda ham siz B1 emas, A2 darajani qo'lga kiritasiz. Va uchinchi shaklimiz. Bu holatda siz Lezindan 45, Horendan 42, Schreibendan 50 va Sprechendan 39 ballni qo'lga kiritdingiz. Va bu holatda sizda B1 olish imkoniyati bor. Chunki siz faqatgina bitta holatdagina, ya'ni Sprechen qismida 70% dan, ya'ni 42 balldan past ballni qo'lga kiritdingiz, lekin qolgan 3 ta tayinda esa 42 balldan yuqori va umumiy ballingiz ham 170 oldi. Agarda siz xuddi shunaqa talablarga javob bergan holda ball yig'sangiz, sizda B1 olish imkoniyati bor. Hozir esa biz siz bilan A2 darajani baholanishga misollar ko'ramiz va qanday holatda A2 daraja ham ola olmasingiz mumkin. Agar siz Lezindan 24, Horendan 30, Schreibendan 15 va Sprechendan 10 ball oldingiz, lekin sizda umumiy ball 96 balldan yuqori bo'lsa ham, ikkita tayiningizda 24 balldan past, ya'ni 40% dan past bo'lgan ball olsangiz, o'sha holatda ham A2 ola olmasligingiz mumkin. Hozir biz siz bilan A2 va B1 darajasining baholanishini ko'rib chiqdik. Endi esa B1 Telk imtihonining o'zini baholanishini ko'rib chiqamiz. B1 Telk imtihonida A2 B1 darajadan farqli ravishda ikkita modulga bo'linadi. Shriftlik va mundlik. Shriftlik tayli o'z ichiga Lezin, Horen, Schreiben va Sprachbaustein olsa, mundlik qismiga esa faqatgina Sprechenning o'zi kiradi. Hop, endi siz bilan har bitta punktga beriladigan, ya'ni har bitta tayinga beriladigan balllarni ko'rib chiqamiz. Lezinga beriladigan ball 75 ball, Horenga
75 ball, Schreibenga 45 hamda Sprachbausteiniga 30 hamda Sprechen ya'ni muntlik qismimizga esa 75 ball beriladi. Endi biz bir darajani olish uchun qaysi modullardan, ya'ni qaysi tayyorlardan qancha ball olishimiz kerak? Shriftlik qismi uchun umumiy beriladigan ball bizda 225 ball va siz agar eng minimum ball, ya'ni 135 ballni oladigan bo'lsangiz, qat'iy nazar, ya'ni qaysi punktdan nechtadan olishingizdan qat'iy nazar, umumiy ballni siz 135 ballga yetkazsangiz, o'sha holatda bir darajani olishingiz, ya'ni faqatgina shriftlik qismini topshira olishingiz. Agarda muntlik qismida, ya'ni Sprechendan maksimum 75 balldan 45 ballni qo'lga kiritsangiz, muntlik qismidan o'tgan bo'lasiz. Endi siz bilan misollarni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, siz Lesen qismidan 40, Horendan 50, Schreibendan 30, Sprachbausteinidan 20 ballni qo'lga kiritdingiz va siz shriftlik uchun umumiy ball 140 ball qo'lga kiritdingiz va bu bizda minimum ball 135 edi. Siz 140 ball bilan shriftlik qismini muvaffaqiyatli topshirdingiz. Sprechendan esa 75 balldan 50 ballni qo'lga kiritdingiz va bu holatda siz muntlik qismini ham muvaffaqiyatli topshirdingiz. Xo'p, bir telk uchun umumiy ballimiz o'zi bizda ikkala tayl uchun ham 300 va siz ham ya'ni talablarga javob bergan holda, ya'ni shriftlik 135 va muntlik 45 to'plab ikkala holatda 180 ball oladigan bo'lsangiz, bir telk imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan bo'lasiz. Ba'zi hollarda 200 ball bilan ham bir ola olmasligi mumkin. Qanday holatda? Misol uchun, siz aytaylik, shriftlik qismidan 180 ballni qo'lga kiritdingiz, lekin muntlik qismidan 20 ballni oldingiz, umumiy ball sizda 200 ball, lekin bu holatda bir ola olmaysiz. Ya'ni u talablariga biz amal qilmadik. Qachonki siz eng kamida 45 va eng kamida shriftlikdan 135 ola olsangizgina, o'sha holatda tayllar hammasi muvaffaqiyatli topshirilgan va siz bir darajani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ko'plab o'quvchilarda bitta savol. A2 B1 va B1 ning farqi nimada? A2 B1 darajada ko'rdingiz, har bitta modul o'zi uchun ishlaydi. B1 darajada esa har bitta modul bir-biriga yordam beradi. Ya'ni qaysi tayldan qancha ball olishingizdan qat'iy nazar, siz 135 dan yuqori to'plasangiz, siz shriftlik qismini o'tgan bo'lasiz. Va Sprechen ham alohida. Lekin A2 B1 darajada esa har bitta punktdan siz belgilangan ballni olishingiz va har bitta tayllar esa bir-biriga yordam bera olmaydi. O'sha qismi bilan A2 B1 va B1 farqlanadi. Hozir siz bilan B1 imtihonining baholanishini ko'rib chiqdik. Xo'p, endi sizga savol tug'ilishi mumkin. B2 imtihon baholanishi qanaqa? Mana bu shablon, ya'ni bu baholanish B1 va B2 uchun bir xil. Ya'ni siz B2 imtihonda ham shriftlik qismidan 225 balldan 135 ballni, muntlik qismidan ham maksimum 75 balldan 45 ballni topshirsangiz, B2 imtihoni ham muvaffaqiyatli topshirgan bo'lasiz. Ko'plab o'quvchilar B1, B2 darajasi bo'lgandan keyin telk S1 uchun ham qiziqishni boshlashdi. Hozir biz siz bilan telk S1 qanday baholanishligini ko'rib chiqamiz. Telk S1 B1, B2, A2, B1 dan anchagina baholanishda farq qiladi. Xo'p, bizda Lesen uchun beriladigan maksimum ball 48, Horen uchun 48, Schreiben uchun 48 va Sprachbaustein uchun 22. Va eslatib o'taman, telk S1 Hochschule ham, ya'ni telk S1 imtihoni ham ikkiga bo'linadi, shriftlik va muntlik. Va bizning muntlik qismimiz, ya'ni Sprechen uchun beriladigan maksimum ball 48 ball. Endi qaysi tayldan necha balldan olsangiz S1 ni olishingiz mumkin. Agar siz shriftlik uchun belgilangan maksimum 166 balldan 99 ballni qo'lga kiritadigan bo'lsangiz, shriftlik qismini muvaffaqiyatli topshirgan bo'lasiz. Agarda Sprechen uchun berilgan 48 balldan 29 ballni oladigan bo'lsangiz, muntlik qismini muvaffaqiyatli topshirgan bo'lasiz. Keling, biz siz bilan hozir misollarda ko'rib chiqamiz. Lesendan 40, Horendan 30, Schreibendan 25 hamda Sprachbausteinidan 15 olib shriftlik qismidan 110 ball oldingiz va Sprechendan 32 ball oldingiz. Va bu holatda siz telk S1 Hochschule topshirgan bo'lasiz. Agarda mabodo sizda 99 ball emas, 98 ball bo'ladigan bo'lsa shriftlik qismingiz, ammo muntlik qismini topshirgan bo'lsangiz, muntlik qismingiz saqlanib qoladi va faqatgina bitta shriftlik qismi uchun registratsiya qilib, shriftlik qismini topshirishingiz mumkin. Va bu qoida telk B1 va telk B2 imtihonlari uchun ham bir xil. Ya'ni ulardan ham shriftlik qismidan o'tib muntlikdan qilsangiz yoki aksi
multitni qilib shriftdan o'tgan bo'lsangiz, yiqilgan qismingiz uchungina registratsiya qilib, faqatgina o'sha qismingizni topshirishingiz yoki xohlasangiz modullarni alohida topshirishingiz, ya'ni shriftlik qismini alohida, multli qismini alohida keyingi oy bo'lib topshirish imkoniyati sizda bor. Ishonamanki, bu video ham sizga juda ham foydali bo'ldi va shu kabi qiziqarli hamda foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube sahifamizga obuna bo'ling. Va sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va keyingi video aynan siz yozgan savol bo'yicha bo'lishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.